Safar bu yaxshi narsa. Musofirni kuzatishlikni o'zini zavqi bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik rivoyat qilgan hadisda bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, inni uridu safaran. Men safar qilmoqchiman. Fazawidni, menga safar oziqasini bering" dedilar. Uzat sallallohu alayhi vasallam "Zawwadakallohu taqva. Alloh taolo seni taqvo bilan oziqlantirsin" dedilar. "Zidni ya Rasululloh. Ya Rasululloh, yana ziyoda qiling" dedilar. Va g'afara zambak. Alloh taolo seni gunohlaringni mag'firat qilsin dedilar. Haligi kishi yana ziyoda qilishni so'radilar. "Zidni ya Rasululloh, yana ziyoda qiling" dedilar. Va yassara lakal khayra haythuma kunt. Qayerda bo'lsang ham Alloh taolo senga yaxshiliklarni muyassar qilsin, yaxshiliklarni yengil qilsin deb aytdilar. Ajoyib duo, ajoyib tilaklar. Qarang, bir vaqtda o'zida taqvo hamda gunohlar mag'firat qilinishligi hamda yaxshiliklarga uni muvaffaq qilishligi. Demak, musofirni kuzatar ekansiz, siz ham shunday tilaklar bilan kuzating. Alloh taolo seni taqvo bilan oziqlantirsin. Alloh taolo gunohlaringni mag'firat qilsin va yaxshiliklarga muyassar qilsin deng. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.